Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga anchadan beri bu saytda ko'pchilik ishlamayapti. Bu saytimiz ham xuddi shu Trompik, Solpik, Suipik va bir nechta Pik saytlar bilan bir xil ochilgan vaqtda bu saytimiz ham juda ham ajoyib. Bu hozirgi kunda ko'pchilik ishlamayotgan saytlardan bittasi. Bu saytda ham ishlab qo'yishni tavsiya qilaman va o'zim ham hozir bu saytga ishlash esimga tushib qoldi. Shuning uchun sizlarga bu videorolikka olishga qaror qildim. Bu saytdan ro'yxatdan o'tishni hamma biladi. Buni men batafsil hozir sizlarga ko'rsatib ham beraman. Video ostiga opsiyada silka orqali kirganinglarda hozir bir daqiqa. Xuddi shunaqa o'yin chiqadi. Sizlar bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan joyga o'tasizlar. Birinchi yo'lakka elektron pochta nomi birinchi yo'lakka isminglarni yozib qo'yasizlar. Ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzili, 3-chi va 4-chi yo'lakka parol kiritasizlar. Bu joyiga siz hech nima yozmaysiz. Video ostiga opsiyada silka bilan kirsangiz agar, bu avtomatik yozilgan bo'ladi va kapchani terib ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib saytga kirib olsanglar bo'ladi. Saytga kirganingizdan keyin hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Saytni nima desa bo'ladi? Saytda verifikatsiya qilib olishingiz kerak. Verifikatsiya qilishni ham hozir sizlarga batafsil tushuntiraman. Videoni o'tkazmay tomosha qilsanglar. Bu saytdan pul chiqarib ham hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Sayt 100% ishonchli. Hozirgi kunda to'lab kelayotgan saytlardan bittasi emas. Ya'ni bu sayt Polpik, Solpik, Suipik, Dojipik, Trompik, Lightpik, shunga o'xshagan pik saytlar hammasi 100% to'laydi o'rtoqlar. Qo'rqmasdan ishlasanglar bo'ladi. Mana ro'yxatdan o'tishni ham o'rgatdim. Endi uchta nuqtani bosamiz, sozlamalar bo'limiga o'tamiz va bu yerdan elektron pochta tasdiqlashni bosamiz va Gmail pochtamizga kelgan xat ustiga bir marta bosib saytga qayta kiramiz. Shunda bizga mana bu bonus faucet 10 ta beriladi. Bu 10 ta bonusni biz o'yinlarga ishlatsak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda biz kapchani terib o'zimizning darajamizga mos bonuslarni olsak bo'ladi. Ko'rib turibsizlarki, darajalar juda ham ko'p. Birinchisi tosh vena, ikkinchisi temir, bronza, kumush, oltin, platina, olmos, ustoz. Eng zo'ri bu ustoz darajasi. Buni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, hozirgi kunda bir polpikka narxi 18 sentni tashkil etyapti. Bu degani Pashti Dojipik bilan bir xil, ya'ni Dogecoin'ning narxi bilan bir xil narxda. Bu saytda ham qancha ko'p ishlasangiz, shuncha o'zingizga foyda. Bu saytlar 100% to'laydi. Men hozir buni sizlarga chiqarib, isboti bilan ko'rsatib beraman. Xo'p, endi bonusimizni oldik. Endi biz mana darajani oshirishimiz uchun o'yinlarga o'tamiz. O'yinlarni kiradigan bo'lsak, bu yerda bizga 13 xil o'yin chiqib keladi. Biz o'zimizga yoqqan o'yinni o'ynaymiz. Misol uchun men ruletkada hozir sizlarga ko'rsatib beray. Birinchi qanchadan qanchaga oshira olaman hozir. Bitta o'yinni o'zida ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, 1% da turibdi. Tikilgan summa 0.001. Endi biz o'ynashimizni, ya'ni darajani oshirishimiz qanchalik effekt beradi, shuni hozir o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Xo'p, ketdi. Buni avtomatikka qo'yamiz va bir 10-15 marta aylantiramiz bitta o'yinda. Ko'rasizlar qanaqa natija bo'ladi va nima desa bo'ladi? Qancha yutuq bo'ladi. Ya'ni yutuq bo'lmaydi, to'g'risini aytaman. Qancha daraja oshishini ko'rib olsanglar bo'ladi. Men hozir pulim ko'proq ekan, men adashdim. Ya'ni bu yerga ikkitadan qo'yaman va avtoni bosib o'yinni boshlayman. Hop. Qaranglar, juda ajoyib o'yin ketyapti. Ana, yes. Yashilga tushmasa, sizlarning pulinglar qaytib keladi. Agar yashilga tushib qolsa, sizlardan mana ko'rsatilgan summa
minus bo'ladi. Atak sizlarni darajangiz juda ham zo'r ko'rsatkich bilan oshadi. Men hozir buni isbotlab beraman. Ko'rdinglar, yashillik ozgina qoldi. Atak yashilligi tushishi 90 ga 10%. Shuning uchun agar pulingiz bo'lsa, agar daraja oshirmoqchi bo'lsanglar, mana shu taktika bilan ozgina pul kiritib o'ynasanglar, tezroq darajanglarni oshirsanglar bo'ladi. Misol uchun bo'ldi, stop qilamiz. Men sizlarga endi va'da qilgan ishimni ko'rasizlar. 21% bo'ldi. Bu degani 20% оборот qildik, hech qanaqa pul yo'qotmasdan. Orada bu o'yinda ham baribir yo'qotish bo'ladi, yo'qotish bo'lmaydi umuman deb aytolmayman. Agarda sizlarda pul bo'lsa, mana shu taktika bilan o'ynab ko'rishni maslahat bermayman, tavsiya qilaman. Agar keyin menga yozadiganlar bo'lishi mumkin. Sen maslahat berding, mana shuni san deb qildim, orada menda yashillar chiqib qoldi degan gaplar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizlarga tavsiya beraman. Agar risk qilishga ortiqcha pulingiz bo'lsa, ko'rsanglar, darajanglar o'zingizlarga plyusga ishlaydi. Xo'p, biz hozir pul ozgina oshirib olmasak bo'lmaydi, chunki bizda pul chiqarishga summa kamroq. Hozir buni taktika bilan ko'tarib olamiz. Mana o'rtoqlar, men taktikam tayyor, ya'ni pul miqdorini qo'ydik. O'zimiz mo'ljallagan holda, ya'ni o'zimizning balansimizdan kelib chiqqan holda. Keyin bu yerga koeffitsiyentimizni qo'ydik va bu yerga har bitta yutqizish bo'lganda necha barobar ko'paytirishga qo'ydik. Endi avtoni bossak bo'ldi. Va mana bu rezultatni ko'rib o'tirsak bo'ldi mana. Ya'ni biz 1.5 pol pik qilib olganimizdan keyin pulimizni chiqarib olsak bo'ladi. Uning uchun ozgina o'yinda mana shu balansimizni ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir 1.49, 48, 1.50. Hop, ozgina yana ko'taramiz. Misol uchun mana o'rtoqlar 1.56. Mana bu joyimizda 50 ta bo'lganda biz o'yinni to'xtatamiz har doim. Buni mendan oldin, ya'ni anchadan beri kuzatadigan odamlar mana bu taktikani biladi. Qani? Mana 1.6 qilib to'xtatdik va menyuga qaytadigan bo'lsak, balansimizni ko'rib turibsizlar, 53% ga oshdi. Juda ham zo'r, ko'rdinglar? 1.5 pol pik, bu degani 2 pol pik emas. Bu degani hozir men sizlarga hisoblab beraman. Hisoblaymiz. 0.18 sent ko'paytiramiz 1.5. Misol uchun 27 sent. 27 sent ko'paytiramiz 12.200 ga. Ya'ni 3000 pul bilan men birinchi levelda yarimiga yetib keldim. Ko'rdinglar o'zinglar. Isbot shart emas, isbot shu video bo'ladi. Ya'ni 3000 pul bilan biz hozir bitta darajani o'tkazib bo'ldik. Yarimini. Ya'ni yana 3000 ga keyingi levelga o'tsak bo'ladi. Ya'ni birinchi leveldan o'tish 6000 so'm bo'lar ekan o'rtoqlar. Agar misol uchun 50.000, 100.000 pulingiz bo'lsa, xuddi shu taktikalar bilan o'ynasanglar, normalligini plyusga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni 3-4 kun ichida sizlar 3-4-levellarga kelib olsanglar bo'ladi. Lekin bu yerda ham me'yor bor. Me'yordan oshiradigan bo'lsanglar, pulinglarni hammasini yutqizib qo'yish ehtimolinglar katta bo'ladi. Shuning uchun sal o'yinda me'yorni bilishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, endi biz Polpik saytidan pul chiqaramiz. Buning uchun bizga Binance birjasi kerak bo'ladi. Binance birjasidan yaxshigina foydalanaman. Bu birja orqali ko'p pullarimni chiqarib olaman. Misol uchun bu saytdan men o'zim yaqinda chiqarib ko'rdim. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman. Pol qo'shish degan joyini bosamiz va bu yerdan mana bu qabul qilishni bosamiz va bu yerdan matic degan yozuv bosamiz. Va bizga hozir adres chiqarib beradi. Adresimizni kopировать qilamiz. Manzilni kiritamiz va bu yerga
summani yozamiz. Hop, 5 1.52 qilsak, shunda 1.5 bo'lib chiqadi. Captcha teriladi avtomatik tarzda. Ozgina kutib turamiz. Kutib turganimizdan keyin mana captcha yonishi kerak edi. Mana yondi va berish tugmasini bosamiz va bizani pul chiqib ketdi. Endi nima qilamiz? Ko'pchilik mana shunaqa qilyapti deb, mendan ko'pchilik so'rayapti, pul tushib kelmayapti. Sayt aldoqchi ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deydi. Endi bitta narsa, Gmail pochtaga kirsanglar, hozir ko'rsataman. Spam bo'limiga kelyotdi. Hozir ko'rib beraman anig'ini. Bu saytda unaqa Gmail pochtaga xat kelmas ekan, lekin Trompik, Dojipiklarda xat keladi. Birinchi marta bo'lsa tasdiqlanishingiz kerak. Tasdiqlaganingizdan keyin kutilmoqdaga o'tadi. Misol uchun men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Hop. Trompik mana. Misol uchun mana shunaqa yozuv keladi. Confirm bossanglargina pulinglar chiqarishga qo'yiladi, bo'lmasa so'roq bo'lib turadi. O'shaning uchun saytda birinchi foydalanayotgan bo'lsanglar, Gmail pochtani tasdiqlashni hammaga maslahat beraman o'rtoqlar. Bu sayt 100% to'laydi. To'lagan haqida chekini men nima desa bo'ladi? Telegram gruppamiz va Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Shuning uchun Telegram gruppamiz, kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Telegram kanal sayt manzili video ostida opsiyada bo'ladi. Sog' bo'linglar, salom.